Balanam evvelap bakılmaydı gelince. İyi baktık. Dinlesinden yıkladı bir karamadınız. Tuhtur gerekli dinamında fakta birlikte. Şuna uğrab yaşına duruklap dursaçın. Gitmek gerekli yıklattım işine gözümlerinde. Sonra gidip sen uydu. Doktor sayır. Trendimi yıklattım. Sen bu annenin kalabilirsin. Evet, ne zaman? Siz Kur'an koyuyorsunuz, millet Kur'an koyuyorsunuz, babasını koyuyorsunuz. Hazır bir sürü kafa var. Depolamızı tekrar Ava, endi yaxshi boramiz. Muddati o'rantirib tashlamaymiz. Bolangizni. Geline yaxshilab tushuntirding. Men aytganim bola bakmakni bilmaydi. Yaxshilab tushuntirding. Paxta radiol bilan o'rab qo'ydilar. Bu bolaning organizmdagi tan haroratining chiqib ketishiga to'sqinlik qiladi va bolaning tan harorati bundan-da yuqoriga ko'tarilib, boya aytib o'tgandek hipotermiya yoki tanlasa sindromiga tushib, bola nobud bo'lishi mumkin. Guruh bilan birga ishlashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni dastlab vaziyatni masalan diqqat bilan o'qiymiz, vaziyatga baho beramiz. Vaziyat masalanidagida 3 ta savol berilgan. 3 ta savolga alohida javob beramiz. Bu javob bergan paytda bitta o'quvchi yoki bizdan guruh javob berishimiz mumkin. Agarda vaziyatni masalaga kamchilik ko'rsatilgan bo'lsa, raqib guruhdagilar to'ldiruvchi izoh qo'shishi mumkin bo'ladi. Sindromlar, ya'ni bu vaziyatni masala sizlarga bu holatda qanday taktika qo'llashingizdan kelib chiqadi. Dastlab vaziyatni masalan o'qib eshittiramiz, keyin savollarni o'qib javob beramiz. Javoblar to'g'ri. Endi yana to'liq guruhning vaziyat masalasini eshitamiz. Nodira ismli bola bir haftadan beri yuqori harorat bilan isitma kasalligiga chalinmoqda. Uning harorati o'rtacha 39 gradus bo'lib, o'zini asabiy va charchagan his qilmoqda. Nodira bolalar shifoxonaga olib boriladi, lekin shifokorning maslahatlariga qaramay u hali ham o'zining holatidan tashvishlanmoqda va talvasa holatiga o'xshash alomatlar namoyon bo'lmoqda. Siz hamshirasiz va vaziyatdan kelib chiqib quyidagi savollarga qanday javob berishingiz mumkin?
Birinchi savol, Nodira nima uchun talvasa holatiga tushgan bo'lishi mumkin? Gipertemiya sababli asosan unda harorat ko'tarilib ketadi va harorat ko'tarilganligi sababli organizm charchoq holat yuzaga keladi va kasallikka qarshi kurash unchalik kurashib turmaydi. Qobiliyati pasayadi. Ikkinchi savol, Nodiraning talvasa holatini qanday boshqarish mumkin? Uni asosan birinchi tinchlantirish kerak va qo'limizdan kelgancha o'zini o'zi natishi kerak. Masalan, o'zini o'zi boshqarishi va suv bilan organizmni to'ldirishi kerak va o'zini o'zi birinchi tibbiy yordamni ko'rsatib bilish kerak. Ya'ni o'zini tinchlantirib olishi, ko'proq suyuqlik iste'mol qilishi va sovuqroq suvda yuvibroq chiqishi mumkin, to'g'rimi? Uchinchi savol, gipertemiya va talvasa bolalarga qanday ta'sir ko'rsatishi mumkin? Gipertemiya asosan tanadagi issiqlikning ortib ketishi mumkin. Keyin asab tizimiga ta'sir qilishi mumkin. Ko'proq tashvishli va holsizlik, ya'ni charchoq holatiga olib kelishi ham mumkin. To'g'ri, rahmat. Joylarda o'tirishlaringizni so'rayman. Bugungi mavzuning nazariy qismini yanada takomillashtirib, o'qib, muolajalarni algoritm darajasiga yetkazish va keyingi yangi mavzuni o'qib, tayyorlanib, daftarga konspektlarni olib, darsga kech qolmay kelish. Demak, tushunmagan savollaringiz bo'lsa, berishlaringiz mumkin. Hamma tushundimi? Hop, unda sizlarga rahmat. Demak, o'qituvchilarimizning fikrlari bo'lsa eshitamiz. Ustozimiz Gulora Sabirova tomonidan va kasbdoshimiz Ra'no To'rayeva tomonidan tashkil qilingan bir chiroyli bir amaliy ochiq darsda qatnashdik. Bu ochiq dars o'zgacha uslubda o'tkazildi. O'zgacha talablar bilan bajarilgan ochiq dars bo'lib o'tdi. Mana o'quvchilarimiz muolaja stollarida har birisi muolajalarni algoritm bo'yicha ketma-ketlikda bajarib o'tishlari ustozimiz va Ra'no kasbdoshimiz tomonidan nazoratga olindi va bular har birisi muolajalari o'quvchilarimizni har birisi baholanib borildi. Bunday amaliyot darslarida o'quvchilarimiz amaliy muolajalarni mustahkam o'rganib borishlari maqsadga muvofiq qilib olingan va shu borada bu ochiq darsimizda maqsadga erishildi desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki bu guruhda har bir o'quvchi muolajalarni 4 ta muolaja bo'lsa yangi mavzuda muolajalarni bajarib borishlari bilan va muolajalarda olib boriladigan ishlarni ketma-ketligini to'g'ri bajarishlari bilan yangi mavzuga oid ko'p ma'lumotlar berishlari bilan guruh o'quvchilari faol qatnashdi deb ayta olamiz. Guruhlarimizga boshqa darslarda ham shunday amaliyot jarayonlarida muvaffaqiyatli qatnashishlarini aytib qolamiz va ustozimiz Gulora Sabirovnaga va Ra'no To'rayeva sizga shunday chiroyli amaliyot darsini tashkillashtirib o'tganlaringiz uchun biz katta rahmat aytamiz. Bu bizlarga sabab bo'ldi. Boshqa yosh o'quvchilarimiz ham o'zimiz ham shunday ochiq darslarni tashkillashtirib texnikumizda olib borsak, barcha guruhlarda o'quvchilarimiz amaliyot darslarida muolajalarni puxta o'rganib borishlari mumkin.